Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Bir içilqab ketgan bo'ra o'rmonliqda yeydigan narsa izlayotganda tuyuqsiz bir o'rakka tushib ketibdi. Bo'ra u yon o'rilib, bu yon o'rilib, faqatla chiqib ketolmabdi va kuchining boricha "Qutuldiringlar, qutuldiringlar!" deb qattiq to'g'lashga boshlabdi. Bu vaqtda bu yerdan o'tayotgan o'chga bo'rining ovozini anglab kelib qarasa, bo'ra yig'lamsirab "Meni qutuldirib olgin. Oq ko'ngil o'chga. Men bu yerda o'lib ketsam hech qisi yo'q. Biroq uyimda bir to'p bolalarim bor. Meni kutib turadi. Men bormasam ochliqdan o'lib qoladi" debdi. O'chga "Yo'q, men seni qutuldirib olsam, sen meni yeb etsan" debdi. Bo'ra "Men sana kapolatlik beray. Faqat sen meni qutuldirib olsang, men sana hargiz ziyonkashlik qilmayman" debdi. O'chga bo'rining yolvurishlariga chidab turolmay, arg'amchi tepib, arg'amchining bir uchini o'zining beshiga kirgizib, yana bir uchini o'rakdagi bo'riga tashlab berib, bo'rini tortib chiqarib olibdi. Erkinlikka erishgan bo'ra o'chkiga etilibdi va shundoq qattiq tishlab olibdi. "Oq ko'ngil o'chga, meni qutuldirding. Biroq qo'sqon bak ichib o'lay dedim. Endi yaxshilik qilgandan keyin yaxshilikni oxirigacha qilgin" debdi. O'chga "Sen aboy menga ziyon yetkazmaslik to'g'risida va'da bergan eding" debdi. Bo'ri bo'lsa "Men degan tug'ma go'sht yeydigan tursam, qandoqsiga oldimdagi bundoq mazzilik tomoqdan voz kechay" debdi. O'chga ochiqida nima qilishni bilolmay tingirqab qolganda bir to'shqonning bu yerdan o'tayotganligini ko'rib qopti va to'shqonga "Aqlliq to'shqon, kelib bu ishni sen bir yakunlab baqsangchi" deb bo'lgan ishlarni deb beribdi. To'shqon anglab bo'lgandan keyin "Ikkilinglarning deganinglarning asosi bor ekan. Biroq men anglagandan bir ko'rgan a'lo. Shunga aboy bo'lgan ishlarni yana bir qatim do'rab beqinglar. Men o'z ko'zim bilan ko'rib baqay, ondan baho beray" debdi. Va bo'ra qiltoqqa qaytadan sakrab tushibdi. O'chki bo'lsa arg'amchini tashlaydigan chaqda to'shqon o'chkiga "Biz ketayli. Bu qilganni bilmaydigan hayvonni ovchi kelib o'zi bir taraf qilsin" debdi. Oq ko'ngillikning cheki bo'lishi kerak. Hayotda ba'zi odamlar sizning oq ko'ngillik qilishingizga arzimaydi. Chayonga yaxshilik qilsangiz, hamon baribir yanada sizni chaqidi.